konditsionerimiz sovutmasa, kimdir issiq sovuq qilib qo'yibdi demaymiz. Bu yerda freon tug'ilgan bo'ladi, texnik nosozlik bo'ladi, uni bilamiz. Yoki bo'lsa stabilizatorimiz o'chib qolsa, uni sehr jodu qilibdi yoki bo'lsa jin kiribdi demaymiz. Shunchaki tok balansni o'chirib qo'ygan, yuqoriga ketgan. Inson organizmi ham, ayniqsa miyasi ham, bu isbotlangan fakt, elektr impulsida ishlaydi. Bizdagi vahima, qo'rquv, vasvasa, yomon holatlar bu hech qanday sehr jodu yoki ichiga jin kirish emas. Bu shunchaki ichimizdagi, miyamizdagi ximik va elektr balans buzilganligini bildiradi. Texnikamiz buzilsa, biz professional usta topishga harakat qilamiz. Lekin o'zimizga kelganda mantiqni o'chirib qo'yamiz-da, shifokorga emas, biz o'sha Instagramda hozir moda bo'layotgan folbinchiga, o'sha jin chiqarayotganga yoki sehr jodu qilayotganga boryapmiz. Biz 21-asrda yashayapmiz. 15-asrda emas. Muzlatgichda xolodilnikda sovuq qo'yib tursam kulasiz, kulgili gap. Lekin o'z hayotimizni firibgarlarga ishonib qo'yayotgan darajada soddamiz. Fikringizni albatta qoldiring.